Biz cho'qim baxtli bo'lamiz. Men seni hayotim qadrlagandek qadrlayman. Navoda turmushimda Asqar bo'lmagan bo'lsa, men hargizmi bugünkidek oqibatga qolmas edim. Agar meni qaytadan tanlang desa, men kimni tanlayman, bilamsiz? Ondaqda siz zodi kimni arz qilsiz? O'zimni. Ko'p qismliq ovozli asar Ozg'an qizning so'ygini. Ikkinchi qismi. Ondaqda zodi kimni arz qilsiz? O'zimni. O'zingizni? Shundoq, o'zimni. Chaqchaq qilmaydigansiz. Chaqchaq qilayotgandek turamdim. Sizni intayin qobiliyatli advokat deb anglab izdishim edi. Men ko'z oldimdagi bu qizga qaytadan sep soldim. Uning ruhiy holatidan qaraganda kichkina turibla yetkicha dard alam tortgandek qiladi. Odam o'z dardini boshqalarga aytolmagan chog'da yoki qattiq vijdon azobida qolgan chog'larda mana shundoq ahvolga kelib qoladi. Bu qizga qarab birdalla ko'z oldimga bolalardan ayrilib qolgan bechora Nosiya, o'z muhabbatidan ayrilib Majnun holatiga berib qolgan, chochlari cho'lib, ustanga suv olg'ili chiqqan Gulshan Hadam keldi. Men oldimdagi bu qizning amalsiz holda oldimga kelganligini his qilib, uning kechmishlarini tafsiliy anglab beqish qaroriga keldim. Kichikimdan shunchalik tirishchan qiz edim. Toki to'liq o'tir maktabni bitirguncha a'lochilikni qo'ldan bermadim. Mayli mahaldagi kishilar bo'lsin yoki maktabdagi o'qituvchi ustozlarim bo'lsin, kelgusida cho'qim katta odam bo'ladi deb o'ylaydi. Navoda turmushimda Asqar bo'lmagan bo'lsa, men hargizmi bugünkidek oqibatga qolmas edim. Salam. O'zingizdan tutaylik. Savr qiling. Asqar degan kim? U nimangiz? U mening hech nimam emas. Bayatan uni tilga ilib qoldingiz. Undaqda u burun nimangiz edi? Burun u mening yurgan yigitim edi. Biz asli to'liqsiz o'tir maktabdan chiqqan chog'da tanishgan. Yezimizda jami 16 ga yaqin kanat mahalla bor edi. Har yili kuz faslida har qaysi kanat mahalladagi boshlang'ich maktabni bitirgan bolalar yezliq o'tir maktabga chiqib o'qiydiq. Shu yili men 13 yoshda edim. Men uning bilan shu chog'da bir sinfga bo'lingan. U qo'shni kantimizdan edi. Dastlabda u intayin yaxshi edi. O'yindimi bor degandek. Har qatim darsdan sirtqi faoliyatlar bo'lgan chog'da u bekli aktiv qatnashatdi. Ifodasi ham natijasimi bekli yaxshi edi. Men to'liqsiz 2-yillikdan 3-yillikka ko'chish oldida uning menga bekrak diqqat qilganligini bayqab qoldim. Mayli nada bo'lmay u ko'zini mendan uzmaydi. To'liqsiz 3-yillikka chiqqan chog'da o'g'illar menga bas-bas talab qo'yishga boshladi. Lekin u chog'larda yurganlarning hammasi uzoqqa qolmay ma'lum sabablar bilan ayrilib ketadi. Men ko'nglimda faqat yaxshi o'qishni o'ylag'achqa hech qaysiga ko'ngil bermagan edim. U garchi shuncha kelishgan bo'lsa-mu, boshqa qizlar qarab qo'ymaydi. Kunda ma'lum bahona tepib menga gap qilishga urinadi. Men uning ko'nglidagini bilgachga xolimisammu hadab moslashib berdim. To'liqsiz o'tir maktabni bitirish oldida bir qatim ko'nglini izhor qilishga qat'iy niyatga kelgandek meni do'stimning tug'ilgan kun o'tirishdan chaqirib chiqdi. Lekin tuyuqsizlar maqsadini o'zgartib meni mehmon qiluvchi barliqini aytdi. Men uningga chiroyli rahmat aytib kirib ketmoqchi bo'ldim.
O mening ismimni chaqirdi-yu, yanali gapini deyolmay qoldi. Shu ishdan keyin u qat'iy menga gap qilmadi. Anda-sanda salomlashganni hisobga olmaganda tamamen gap qilishmay to'q desammi bo'ladi. To'liqsiz 3-yillikdan o'rlash imtihonida natijam yaxshi chiqib, Naylik o'ttir maktabdan to'liq o'ttir maktabning taklif chaqirig'i kelgan bo'lsa-mu, yanala to'liq o'ttirni yezimizda o'qiyverishni tanladim. Chunki shu yillarda yezimizdami to'liq o'ttir maktab darslarini tasdiq qilgan bo'lib, biz ikkinchi qaraning o'quvchilari bo'lib hisoblandik. Qiz o'z kechmishlarini so'zlab, mush yerga kelganda tuyuqsiz telefonim sayrab ketdi. Telefon Hadamdan kelgan edi. Vay Hada, tinchlikmi? Enim, tinchlikmi? Vay Hada, nim bo'ldi? Yig'lab o'tamsan nima? Enim, otam u. Ha? Otamga nim bo'ldi? Yuragim qartliq qilib qoldi. Otam atiganda o'rnidan sal vaqtcharoq turibdi ekan. Noshtadan keyin tuyuqsizlik yiqilib tushibdi. Apam qo'lim qo'shlarning yordamida otamni doktorxonaga olib boribdi. Hozir biz hammamiz doktorxonada. Bizmi bu xabarni anglab yetib keldik. Apam atigandan beri yonfonga telefon qilib faqat ololmabdi. Sana bir ish bo'lmaganda deb asrab ketibdi. Ha, men yaxshi. Tinchlik. Shu oqshom kechacha ishlab, yon telefonimni to'kib qolmabdi ekan. Otamchi hozir qandaqroq? Ha, xali yaxshi. Doktorlar atamning qon besimini o'rlab ketibdi deydi. Mijoziga mos kelmaydigan biror narsa yegan chig'i. Doktorxonaning 3-binosi ha? 4-qavat 26-yotoq. Ma'qul. Men hozirli baray. Sog'lim. Kechiring. Otam doktorga kirib qopti. Biz boshqa bir kuni paranglashsak qandaq? Yoki tushdan keyin bo'lsa-mi bo'ladi? Ma'qul adukat efendim. Amsa men tushdan keyin kelay. Navada absiz ko'rmasangiz undidaringizni qo'shib olib, undidaringizni so'zlab bersam bo'larmi? Albatta bo'ladi. Amal bor, uzdrani ko'rishsak yaxshi bo'ladi. Faqat amal bo'lmaganda unidarda aloqalashamiz. Mening namkardashkam. Qo'shib olsangiz bo'ladi. Rahmat sizga. Amis men qaytay. Ma'qul amsa. Men doktorxonaga borgan chig'imda balnisda barliq qarindoshlarim yig'ilib ketgan edi. Yo'l bo'yi qilmagan xiyollarim qolmagan. Otamning kulimsirab qarindoshlarim bilan paranglashib o'tirganini ko'rib, o'rindan chiqib ketgandek bo'lgan yuragim qayta o'rniga tushgandek bo'ldi. Otam ham qon qarindoshlar o'zaro halmon qilishdi. Doktorlar otamning normal harakat qilsa bo'lganligini, ammo salomatlikka bakrak diqqat qilish kerakligini bekta biladi. Tushda bir oila kishilarning hammasi birga tamoqlandik. Tamoqdan keyin otamni akalarim bilan birga doktorxonaga akirib qo'ydik. Apam bizga xotirjam bo'lib xizmatimizni qilishni aytgandilar. Ondan ishxonamga yo'l oldim. Necha soatdan beri otam va qarindoshlarim bilan bo'lib ketib, yon telefonimga qaramagan edim. Telefonimga kelgan o'chirlar xeyli ko'p bo'lib, asosan undidarda saboqdoshlar, o'qituvchilar, kasbdoshlarning salom saat qilishgan o'chirlari. Unidarimning do'stlashish rayoniga biraylan do'stlashishga iltimos qilgan edi. Men buni ko'ribla atigangi qiz yodimga keldi. Uni darhol qo'shib, uningga salom yo'llab o'chir qildim. Uningdan javob yo'q. Uning zoti nim bo'lgandi. O qiz atiganda sal benormaldek ko'rinadi. U shu kayfiyatda bir ish chiqarib qo'ymagandi, ha? Bek o'ylab ketmay. Balki muhim ish chiqib qolgandi yoki orom elvatqandi. Men ishxonamga qaytib kelib, yotoqqa kirganimda Qaysar allaqachon ketib qolgan edi. Yotoq pokiz tozlangan. Qaraganda u uyqusi qongandan keyin yotoqni pokiz tozalab qo'yib ketib qolganda qiladi. Akşam tüzükdek uxlamagan bo'lg'achqa meni yana mo'ydek tutib ketdi. Kresloga uylanganimcha yana tatliq uyquga ketdim. Men uyg'onganimda allaqachon kech soat 7dan oshgan edi. Yana yonxonamga qardim. Atigangi qizdan o'chir kelgan edi. O'chirda: "Yaxshimisiz Arma advokat? Tushdan keyin faqat mijozim yo'q. Ishxonangizga berib bo'lolmadim" deb yozilgan edi. Men darhol uningga o'chirni ko'rganligimni, vaqti yetsa, atilardan ishxonamga kelishini,
yoki telefon orqali aloqalashsaqmi bo'ladiganligini aytdim. U ma'qullik bildirib xat yozib, birdilla kechmishlarini ovozliq bayon qilishga boshladi. To'liq o'rta maktabning 3-yiliga chiqqan chig'imizda darslar oldin-ola o'tilib tugagachga, biz asosan takrorga tushib ketdik. Uy bilan maktabning orliqi xeyli bor bo'lg'achqa, davlat bayramidan keyin maktabning o'rinlashtirish bo'yicha yotoqda yetib o'qidik. Bundaq bo'lgan chaqda kechlik muzokaralarga, takrorlarga vaqtida qatnasha oldik. Orzularimiz bir-biridan go'zal edi. Mening bekla doktor yoki o'qituvchi bo'lish orzuyim bor edi. Ham bu orzularimga cho'qim yetalayman deb o'ylaydim. Burundan tartib natijam izchil yaxshi bo'lg'achqa, o'zimga bo'lgan ishonchim shunchalik kuchli edi. Kim bilsin, Asqarning menga ko'ngil izhor qilishdan keyin taqdirimning butunlay o'zgarib ketishini. Kuz ketib, qish boshlangan edi. Qishning qor yoqqan bir kechasi, dal yakshanbaga to'g'ri kelgachga o'qituvchilarmi dam olgan. Bizmi o'zindan beri takror qilaverib harduq yetkazga, ikki parallisini birlashib ko'ngil ichish faoliyati o'tkazdik. Balalar qayerdan o'qishdiki, tezla elektronlik real va naqshlarni boshlab ketdi. Naqshchi balmi bizda matlik bir bala ekan. Bir mahal usul o'ynashgandan keyin oda kayni-kaynidan yaqimliq tansi naqshlari boshlanib ketdi. Buning bilan o'g'illar bas-bas qizlarni tartishga boshladi. Meni boshqalar tansiga tassimu o'ynay olmaydiganligimni aytib rad qilatdim. Bir chaqda bulungda mendan ko'zini uzmay qarab turgan Asqar yenimga kelibla meni tansiga tortdi. Uni haroq ichidi deb faqatla o'ylamabdi ekanman. U xalili qizib qolgan edi. U xalili tanishib qolgan bo'lib, agar uningga yo'q deb qolsam, uningga ig'ir keldiganligini bilatdim. Uni bek yaxshi ko'rmasammi, bek yomonmi ko'rmaydim. U mening o'nmaganimga o'nmay qo'limdan tartibla o'ttirg'i tushdi. Varqiray desam texi. Bizning o'ttirg'i tushishimiz bilan tang ko'pchilik biroqla cho'qan sarang ko'tirib ketdi. Ular bizning tansiga tushganligimizdan bexushaldak ko'rinadi. Asqar tansiga usti bo'lgan bilan men faqatla o'ynay olmaydim. O'ynay olmaydiganligimni uningga nechirat aytdim. Lekin u chatoq yo'q, o'ynaverayli degan ma'noda ko'zini qisib qo'yib, qo'llarimni yenik tutqunicha meni o'yan bu yonga yetaklab tansi o'ynadi. Men hadab uning putlariga dasvalatdim. Qiziq yeri shuki, u mast bo'lib qolg'achqa, maydonga bir qatim tushgancha uda 3-4 naqsh tugigicha meni qo'yib bermadi. Men uning bu qiliqidan xafa bo'lsam-u, qo'llarimni uning qo'lidan ajrata olmadim. U hadab shundoq bo'lgan chaqda o'rganib olalaysiz deb turib oldi. Uning deganidek rostilla tansi o'ynashni obdalla o'rganib olgan edim. O'g'illar qo'rsqonlar ichib ketgandi. Endi tamoqlayli deb sirtdan tayyorlab kelgan tamoqlarni ustallarga elishga boshladi. Shu orliqda savodishim Farida, "Seni Asqar chaqiryotdi, chiqib kelgin", dedi. Men sirtga chiqishimga u mening qo'limdan tutib, cho'ng maydon tarafga qarab mangdi. Men uningga qo'limni qo'yib etishni aytdim. U qo'yib etishga ma'qul bo'ldi. Maydonning bir chetiga chiqqan chaqda u menga ig'iz ochdi. Sana deydigan nurg'un gaplarim bor. Ha, chiqdim-ku mana, tezroq bo'l. Havo bek sovuq ekan, to'lab ketdim, dedim. To'xtab tursan-chu, Nodiya. Shuning bilan darhol chapimni selib menga kaydirib qo'ydi. Bo'ldi, kaymayman, deb orqamga qaytishimga u qo'limni tutib oldi. Nodiya. Jinim Nodiya. Qanchalik yaxshi ko'rganligimni bilsang-ku. U xalili tanishib qolgan bo'lib, agar uningga yo'q deb qolsam, uningga ig'ir keldiganligini bilatdim. Uni bek yaxshi ko'rmasam-mu, bek yomonmi ko'rmaydim. 4-5 yil bo'ldi. Seni ko'rsamla, cho'qim sana ko'nglimni izhor qilaman deb o'ylag'ili. Ko'nglimni tushansang, men seni chin dilimdan yaxshi ko'rman, Nodiya. Mening ko'nglimni qabul qil, Nodiya. Biz cho'qim baxtli bo'lamiz. Men seni
hayotimni qadrlagandek qadrlayman. Ma'qul Asqar, sen hammali jihatdan bek yaxshi, lekin bugun haroq ishkining faqatla bo'lmabdi. Ma'qul, men yaxshi o'ylanib javob beray.